Bugun Toshkent City'da qizlarning yuzini analiz qilamiz. Agarda ular bizga podpisim bo'lgan bo'lsa, ikkita sostavli Usalab kremlarni pодарок beramiz. Birinchi qizimizdan topdik qizlar, yuzlariga qarab, hozir konsultatsiya qilib beraman tekinga. Qarang, yuzingiz bo'li kamerining ko'rsa, sukhoy ko'proq. To'g'rimi? Manplaringizdan o'g'ri chiqqan. Xo'p, yuzingizni gidrofilkada tozalaysiz, penkada tozalaysiz, to'g'rimi? Toner qanaqa sostavli ishlatasiz? Vitamin C. Vitamin C nimaga? Qartirish uchun и ton nerovni. Keyin tonerni siz ulashnashi qilib, vitamin C sivritib olganingiz yaxshi-da, haftada 2 marta ishlatganingiz yaxshi. O'shanda to'ni tez oqaradi. Sivritib kuchli chem toner. Toner vitamin C o'z oqartirib bermaydi. Namlantiruvchi zo'r effekt beradi sizga. Ya'ni teringizni baryeriga ishlaydi. Sizda kupiroz bor ekan. Qizarib ketaveradi o'zidan o'zi. Kupirozni faqat professional liniyada davola oladi. Misol uchun budjetni bu faqat ushlab turadi yuzingizda. Shuning uchun men kupirozga krem beraman. Bu rozatsiyasiga ishlaydi. Ajinga qarshi krem beraman. Bu mimika qilganingizda ham qoldiradi. Sizga tushadi. Chunki yuzingiz shu emas. Rahmat. Podpisatsiya qilib qo'ying bizga. Xo'p, обязательно. Xo'p, sog' bo'ling. 49 yoshdaman dedingiz-a? Uxot qilmaysiz umuman. Penkalarda yuvmaysiz. Yo'q. Namlantiruvchi kremchi? Oddiy namlantiruvchi krem ishlatasiz. Bu yoqqa, bu yoqqa borgan. Ha, nima qo'yasiz? Qaysi birini? SPF qo'yasiz. Otini bilmayman men. Sari SPF qo'yasiz. Ha, xo'p. Yuzingizda teri quruqlik bor, qizarib ketyapti. Quyoshga chiqsangiz tez kuyasizmi? Kuyman. Da, kuyganingiz uchun namlantiruvchi, normal ishlatmagan uchun suv beradigan krem yaxshini ishlatish kerak. Bitta SPF, misol uchun, nima olaylik deyishsa, yuz yuvadigan penka ishlatish kerak. Teringiz ko'proq quruq. Oldin yog'liroq bo'lgan. Shunaqa, to'g'rimi? Hozir ajinlaringiz sinibdi. Maska tavsiyam, har doim yuzingizni namlantirib yursangiz, hech qachon o'zi ko'p ajin tushib ketmaydi. Lekin yuzingiz yomon emas, hech nima ishlatmaganingizga. Yuzi terisi qalin kollagenli teri ekan. Qarang, maska nima beraman? Krem beraman ajinga qarshi. Bu sizni ajinlaringizni yoyishga yordam beradi. Qizarishga qarshi krem beraman, chunki teringiz qizaruvchan. Mana shu ikki xil krem olib chiqdim, chunki bizning O'zbekistonda muammo terisida ajin borligi va terisi tez qizaradi. Terimiz quyoshga tez kuyadi. Buni ishlatasiz. Rahmat. Yuzingizni yuvadigan penkangizda yuvib, kremni surasiz. Qisini ertalab surasiz, buni kech payt surasiz. Rahmat. 91-yilman. Necha yosh bo'lasiz shunda? 35. Ha, 35. Shu 35 yoshingizgacha nima ishlatdingiz? Qanaqa ovqatlar ishlatdingiz? Hech nima. Hech nima ishlatmaysiz, faqat bo'yanasiz. Bo'yamayman. Tonalka surasizmi? Yo'q. Pudra. Yo'q. Hech nima bo'yamaysiz. SPF ham surmaysiz. Professionalingizni ishlatib yurib, bitta SPF namlantiruvchi ishlatsangiz o'zi yetadi sizga. Hozir maska beradigan kremim ajinga ishlaydi-da, o'zi yuziga, lekin siz uni ko'z atrofiga suring. Ko'zlikni yoyishni boshlaydi, faqat kech payt 9:30 gacha qilishingiz kerak. Krem beraman, namlantiruvchi u qizarishingizga ishlaydi. Faqat обязательно SPF ishlating, chunki ko'chada turar ekansiz. Da, oftob yuboradi. Lekin shunda ham dog' tushmagan, yuz yaxshi. Благодарный teri. Yaxshimisiz? Sizni ko'rganimdan xursandman. Mana yoningizga sizni 2 yildan beri boraman, kecha yetib boraman. Yuzimga anaqa menda o'sha ana dog'mi, qanaqadir tushishni boshlayapti-da. Sepkil bo'lgan dog'lar bor. Ha. Uxot yurasiz. Da. Uxot qilgan odam biladi-da. Yo'q, personada o'zi bilmaydi, persona borligi. Persona baribir yaltirab turadi. Sizniki o'zi bezak shundoq bilinib turadi. Rahmat. Yuzimiz zo'r deyishdi. Siz nechada? 31 yoshdasiz. Teriga tez ajin tushadigan teri. Ne, vес tashladingizmi? Yo'q, anaqa menda tug'ganimdan keyin semirgan edim-da. Sal yuzda osilish bor. Osilish bor. Ish atyoqlar ketdi-da, osilib qoldi yuzingiz. Men siz dog'ga ishlata olmaysiz. Nima sababdan? Sababi teri quruq, ajini bor. Ajini bor yuzga sirazi dog'ga o'xib bera olmaymiz. Birinchi namlantirish etapi ishlatasiz, undan keyin mana dog'larga narsa ishlatsangiz bo'ladi. No, SPF yaxshi yursangiz yuzingiz ajinli emas. Unaqa muammoli emas. Yo'q. Tonalka plotniy surganingiz uchun ikkita etapda o'chirib, namlantiruvchi krem, ko'z krem surasiz. Undan keyin dog'ga ishla olasiz. 1-2 oy mashg'ulot qilishingiz kerak. Maska hozir krem bilan kupiroz krem beraman, tushuntirib beraman. Shahringiz zo'r. Rahmat. Keling, xo'p yana. Xo'p. Keyingi safar qayerga borishimni xohlaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiring.